Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud salovatlar bo'lsin. Mavlono Shams Tabriziy rahmatullohi alayhining muhabbat yo'riqlaridan darslarimiz orada biroz uzilib qoldi. Ba'zi sabablarga ko'ra alhamdulillah endi Alloh taoloning tavfiqi bilan tez orada yakunlashga harakat qilamiz. Darslarni bardavom qilishga, ularni bardavom joylab borishga harakat qilamiz. Siz azizlarning duolari bilan albatta. U zot rahmatullohi alayhi aytadilarki, 25-qoidada jannatni ham, jahannamni ham aslo kelajakdan izlama. Ularning har ikkisi shu onda, shu yerda mavjuddir. Qachon birini chiqimsiz, hisobsiz va savdo sotiqsiz sevishga muvaffaq bo'lsak, jannatdamiz aslida. Qachon bir-birimiz bilan g'avg'oga tushsak, nafratga, hasadga va kinga aralashsak, qadamma-qadam jahannamga tushaveramiz. Ya'ni bu yerda juda ham ma'noli bir hikmatlar o'rin olgan. Haqiqatda bu tasavvuf asli haqiqati o'zi hol ilmi. Haqiqatan u hol ilmi bo'lganligi uchun ham insonning ruhiyatidan so'zlaydi. Insonning aslidan, mohiyatdan so'zlaydi. Shuning uchun ham bu hikmatlarda aynan o'sha mohiyatdan gapiriladi. Endi aytaylik, kelajakdan izlama jannat bilan jahannamni degan ma'noda, ya'ni jannat qanday joy aslida? Jannat bu haqiqatan ruh ham, jasad ham zavq oladigan, lazzat oladigan, yayraydigan maskan jannat. Ya'ni Qur'oni Karimda kelgan jannatni tavsiflari ham, hadis sharifda kelgan jannat tavsiflari ham albatta ruh bilan, badan bilan bog'liq lazzatlar haqida gapiriladi. Aytaylik, insonning yeb ichishlari, istagan narsasini darrov bo'lishligi, ya'ni sabablarsiz to'g'rima-to'g'ri u narsalarga ega bo'lishligi va yoki ruhning lazzatlari haqida gapirsak, masalan, u yerda Alloh taoloning mag'firatini borligi, Alloh taoloning roziligini borligi, ya'ni bu narsalar ruhni lazzatlantiradigan narsalar, yoki bir diydorlashuvlar u yerdagi, ya'ni bu narsalar albatta ruhni rohatlantiradigan, ruhga lazzat bag'ishlaydigan narsalar. Ya'ni ruh va jasadning lazzatlanishi, mana bu jannat. Jannatda mana shu narsalar bo'ladi. Jahannamda ham aynan shu bo'ladi. Ya'ni ularda o'sha ruhning azob chekishi, jasadning qiylanishiligi, ya'ni har tomonlama ularga ana shunday Alloh taolodan to'silishlari, Alloh taolo ularning so'zlarini eshitmasligi yoki ularga jannatdagi o'rnini ko'rsatib qo'yishlik. Agar sen to'g'ri amallar bilan, yaxshi amallar bilan keladigan bo'lsang, mana bu o'rin seniki bo'lardi degan ma'noda jannatnidagi o'rnini ko'rsatib qo'yishlik kabi narsalar, bu insonga haqiqatan ruhan azob beradigan narsalar. Jisman esa olovda yonishlari, terilarning sidirilib tushishlari, ularga yangi terilarni qoplanishliklari, shu kabi kavush, ana kiyganda o'sha boshigacha qaynab ketishlar, shunga o'xshagan narsalar, ya'ni bu haqiqatan jismning azoblari, jisman va ruhan azob, jisman va ruhan lazzat har ikki joyda, ya'ni jannatda, jahannamda, har ikkisida ham, ya'ni ruh bilan, jasad bilan bog'liq narsalar bo'ladi. Endi Mavlono Shams Tabriziy rahmatullohi alayhi bu yerda olg'a surayotgan fikr, olg'a surayotgan g'oya nimadan iborat deganda, ana shu lazzat ham, ana shu azobni ham ayni vaqtda inson topishligi mumkin. Ayni vaqtda u narsalar bilan bo'lishligi mumkin. Mana shu narsalar, ya'ni bu
aytilayotgan jannat va jahannam kelajakdagi bu biz boriladigan ikki manzil. Biz unisiga yoki bunisiga borishimiz muqarrar bo'lgan. Bu bizni abadiy turargohimiz. Lekin o'shaning bir uchquni bugun seziladi, bugun bilinadi o'sha narsani. Ya'ni bu yerda u zot targ'ib qilayotgan narsa bu muhabbat. Insonlarni hisob kitobsiz yaxshi ko'rishlik deganda, ya'ni evassiz yaxshi ko'rishlik. Bu biron narsani umuman masalan muhabbat albatta agar masalan tasavvufda majoziy muhabbatlar bo'ladi. Masalan ilohiy muhabbat bor, majoziy muhabbat bor. Ilohiy muhabbat faqat Allohgagina bo'ladigan ilohiy muhabbat. Majoziy muhabbatda esa o'sha Allohdan boshqa u zot yaratgan mahluqlarga nisbatan muhabbat hisoblanadi. Majoziy muhabbatda kishi bir birodarini yaxshi ko'rishi, o'zini bir ikki jinsni orasidagi yaxshi ko'rishlik va yoki o'z kasbini yaxshi ko'rishligi va yoki bir masalan ba'zi toifa insonlar bo'ladi, masalan ulovlarini yaxshi ko'rishi mumkin. Avvalda ham bo'lgan, masalan Sulaymon alayhisalom ham otlarini yaxshi ko'rganlar. Masalan shunga o'xshagan ya'ni majoziy muhabbatlar bo'ladiki, bu narsalardan qaytarilmaydi aslida tasavvufda. Faqat o'sha chegara qo'yib qo'yiladi, mana shu shart qilinadi. Ya'ni Alloh taoloning muhabbatidan oshib ketmasligi kerak. Har qanday majoziy muhabbat, masalan ota-ona farzandini yaxshi ko'rishi va tabiiy yoki farzand ota-onasini yaxshi ko'rishi, ustozini yaxshi ko'rishi, shunga o'xshagan majoziy muhabbatlar bo'ladiki, bu o'sha Alloh taologa bo'lgan qalbimizdagi muhabbatning miqdoridan o'tib ketmasligi shart qilib qo'yiladi. Ya'ni mana shunday holatdagina ya'ni ularni ham yaxshi ko'rishlik, ularni ham sevishlik bu bor narsa va bunga hech qanday bir e'tiroz, qarshilik qilinmaydi va albatta Alloh taolo ustun qo'yiladi. Endi o'sha qachonki Alloh taoloning muhabbatiga baribir mo'minmiz, iymon keltirganmiz, Alloh taoloning albatta qalbimizda qanchadir miqdorda bir-birimizdan farqli o'laroq Alloh taoloning muhabbati joylashgan qalbimizga. Ya'ni ba'zilarda 5% muhabbat joylashgandir, ba'zilarda 3%dir, ba'zilarda 20%dir, ba'zilarda 50%dir, ba'zilarda 90%dir. Ya'ni bu o'sha bizning iymonimiz, o'zimizni Alloh taologa bir qurbat qilishimiz, riyozatlarimiz evaziga u foizlar oshib boradi. Ya'ni ana shu Alloh taologa bo'lgan qanchadir miqdordagi, qanchadir foizdagi o'sha muhabbatimiz, o'sha biz boshqa majoziy muhabbat, majoziy ma'noda shu ko'ngil qo'yganlarimiz muhabbat miqdori o'sha Alloh taologa bo'lgan muhabbat miqdoridan o'tib ketmasligi kerak. Qachon unga yetib qolar ekan, bunda Alloh taoloning rashki keladi va u ikkisini orasini ayirib yuboradi. Yoki o'sha yaratilgan narsalar, mahluqotlar ichidagi muhabbatni qanchadir o'lchovi borki, o'sha o'lchovga yetib qolar ekan, Alloh taolo uni ayirib yuboradi. Ya'ni bir nimaga, bir mahluqotga qattiq suyanib qolinmaydi, qattiq muhabbat qilib unga bog'lanilmaydi. Balki hammasini Alloh taoloning yo'lida yaxshi ko'rishlik o'zi eng yaxshisi o'sha. Xo'p, endi bu yerda o'sha hisob kitobsiz deganda, ya'ni undan olasa mendan berasa degan kabi emas. Undan bir narsa ta'ma qilishlik, bir narsa umid qilishlik emas, shunchaki uni yaxshi ko'rishlik. Shunchaki u narsani bir Allohning yo'lida yaxshi ko'rishlik. Mana shunday bir holatda bo'lar ekan va u muhabbat Alloh taoloning muhabbatidan o'tib ketmas ekan, albatta u insonga manfaat beradi. U qalbni tiriltiradi, u qalbni go'zallashtiradi, sayqallashtiradi va u majoziy muhabbat borib ilohiy muhabbatga aylanib ketadi. Buni xuddi Yusuf alayhissalom bilan Zulayho qissasida ham uchratishimiz mumkin. Ya'ni Yusuf alayhissalomni Zulayho avvaliga zinoga targ'ib qildi. U bilan bo'lishni istadi, ammo Yusuf alayhissalom Alloh taologa bo'lgan qo'rquvlari tufayli Alloh taoloni tavfiqi bilan bu narsadan, bu fitnadan omon qoldilar. Lekin oradan yillar o'tib, o'sha Misr hukmronligi, vazirligi Yusuf alayhissalomga yetganidan keyin Zulayho qaytdi
Zulayhoni ba'zi bir rivoyatlarda keladi, hatto o'sha yosh vaqtlariga Alloh taolo o'zgartirdi deydi. Ya'ni shu Yusuf alayhisalom bilan Zulayho yana uchrashdi. Lekin Zulayho boshqa Zulayho edi. Ya'ni avvalda o'sha kim Yusuf desa ko'ziga yosh kelar. Hamma narsa Yusuf bo'lib ko'rinardi. Lekin keyin esa men dedi, siz muhabbatingiz orqali Alloh taoloning muhabbatini topdim deydi. Endi meni ya'ni tinch qo'yasiz degan ma'noda, endi men Alloh taoloning muhabbati bilan yashayman. G'arq bo'laman uni muhabbatiga, u bilan band bo'laman, endi u bilan mashg'ul bo'laman ko'proq degan ma'noda so'zlari o'sha mo'tabar kitoblarimizda rivoyat qilingan. Demak, majoziy ma'nodagi muhabbat ham qalbni qaysidir ma'noda tiriltiradi, Alloh taologa bog'laydi. Va Shams Tabriziy rahmatullohi alayhi aytayotgan narsa ham, ya'ni evassiz, hisob kitobsiz shunday bir muhabbat bo'lar ekanki, bu bizni jismimizga ham quvvat beradi, qalbimizni ham tiriltiradi. Ya'ni insonlarni, atrof muhitimizni yaxshi ko'rishimiz va yaxshi nazar bilan boqishligimiz, kasbimizni yaxshi ko'rishligimiz. Aytadi-ku, masalan, siz agar yaxshi ko'rgan kasbingiz bilan ishlayotgan bo'lsangiz, demak siz ishlamayapsiz deydi. Chunki u o'zi yaxshi ko'rgan narsasi bilan band bo'lyapti. Uning daromadi o'sha tomondan kelyapti. U ishlamayapti, balki u lazzat qilyapti. Alloh taolo shunaqa berib qo'ygan. Ya'ni qalbdagi o'sha muhabbat shunaqa narsa. Biz ba'zi bir olimlarni aytamiz, o'sha matematiklar bo'ladimi yoki fiziklar bo'ladimi, boshqa ya'ni o'sha soatlab yoki laboratoriyalarda soatlab nima zaril deymiz. Yo'q, u o'sha bilan lazzatlanadi. U muhabbat bu deydi buni. Ya'ni o'sha muhabbat bilan u o'sha narsalar bilan band bo'ladi. U narsalardan lazzat oladi. Bir inson ham kasbini yaxshi ko'radi, o'sha nafaqaga chiqib ketar ekan, o'sha kasbini sog'inchi bilan o'zi o'sha kasbsiz qolganligini o'zi uni bir dardga, kasallikka chalintiradi, keksaligini olib keladi unga. Balki o'sha keksayganda ham o'zini yaxshi ko'rgan ishi bilan band bo'lib yurganlarni qaraydigan bo'lsa, yoshlar 80 dan bo'lsa ham tetik, baquvvat, bardam yurishadi. Sababi ular o'zlari muhabbat qo'ygan narsalar bilan birga. Xuddi shunday muhabbat haqiqatan shunday bir ilohiy quvvatki, qalbni tiriltirar ekan, qalbga quvvat berar ekan, shunday bir energiya beradi, u jismga ham ta'sir qiladi. Xuddiki o'sha jannatda yashagandek, o'sha jannatda endi o'sha muhabbat jannatda qanday desa bo'ladi, bir necha ming barobar, balki million barobar lazzatliroq bo'ladi. Agar jannatda lazzati bizga beriladigan bo'lsa, biz uni qabul qila olmaymiz. Sabab bizda chegaralangan narsalar bor. Biz insonmiz, bu narsalarga biz tayyor emasmiz. Jannatda Alloh taolo tayyorlaydi. Xuddi shunday, agar birovlarning qalblarida buni aksi o'laroq, birovlarning qalblarida o'sha birovlarga nisbatan g'araz bo'lsa, ichida gina bo'lsa, ichida hasad bo'ladigan bo'lsa, endi u jahannamda yashayapti. U tunu kun o'shani o'ylaydi, tunu kun o'sha narsani qiyinchiligida yashaydi, o'sha narsani azobida yashaydi. Ya'ni hasadni ham aytadi-ku, masalan, birovning qo'lidagi narsani, ne'matni zavol topib ketishligini istashlik. Asli hasadni mazmuni. Xuddi mana bu avval mana kino bo'lardi. O'sha ko'pchiligimiz ko'rganmiz bu kinoni. Yaratganga shukr degan kinoda, ya'ni Bo'rivoy ko'r bo'lib qoladi. Haligi ko'r bo'lib qoladida, uni haligi do'sti, ya'ni aytadi, Bo'rivoy, nimani istaysan? Ko'zingni ochib ko'rishni istaysanmi hamma narsani deganda, men shu narsani xohlaymanki, ya'ni butun dunyodagi insonlar men kabi ko'r bo'lib qolsin deydi. Qarang. Ya'ni o'zida shunaqa bir hasad bo'ladiki, insonda o'zi baxtli bo'lishni o'ylamay qo'yadi. Chunki uni qalbida jahannam bor. U baxtli bo'lishni o'ylamaydi, balki hammani baxtsiz bo'lishini istaydi. O'zi baxtsiz, hammani baxtsiz bo'lishini istaydi. O'zida bir muammo bor, boshqa bor, odamlarni ham xuddi shunaqa bo'lishini istaydi. Ya'ni odamlar ham u kabi qiylanishligini istaydi. Yoki bir kimsaga hasadi bor bo'lsa, g'arazi bor bo'lsa, uni ham o'sha o'zidek bir narsasi bo'lishini istaydi. O'shaning uchun o'sha qalbidagi jahannam bu o'sha bizni ruhiy
holatlarimiz, jismimizni harakatga keltiruvchi narsalar, omillar barchasi qalbga bog'liq va qalbdan chiqib keladigan narsalar, qalbdagi bo'layotgan jarayonlar bizni harakatlantiradi. Shunday ekan, o'sha hasad tuyg'usi ham bizni jahannamga aylantirib yuboradi. Butun bir umrimizni, butun bir hayotimizni baxtsizlikka aylantirib yuboradi. Shuning uchun ham muhabbatning qoidalari o'sha qalbni tozalashlik va qalbga Alloh taoloning muhabbatini olib kirishlik, Alloh taoloning yo'lida muhabbat qilishlik, Alloh taoloni yaxshi ko'rishlikda chegaradan o'tmagan holatda Alloh yaratgan narsalarni ham yaxshi ko'rishlik. Mana shu narsalar bizni hayotimizni jannatga aylantiradi. Hayotimizni haqiqatan bir go'zal bir gulzorga aylantiradi. Endi buni hadislardan, Qur'onlardan ko'plab dalillar keltirish mumkin aslida. Biz esa gapni qisqa qilamiz. Sabab masalan hatto mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham jannat bog'chalaridan bir bog'chani ko'rsanglar albatta uni sayr qilinglar. Yani bu qanday bog'cha esa bu zikr halqalaridir deb aytilgan hadislar. Ya'ni bu dunyoda ham jannat borligi, bu dunyoda ham o'sha ya'ni jannat jahannam bor ekanligi bu aytilgan, bu shariatimizdan, bu hadislardan va Qur'on oyatlaridan dalillar keltirishlik mumkin. Aslida ya'ni bu hol ahllari ham ya'ni qalbimizni jannatga aylantirish barobarida Alloh taologa muhabbatimiz yana ham oshadi. Chunki hayotga go'zal nigoh bilan qaragan inson bu albatta Alloh taologa ham gumoni go'zal inson bo'ladi. Bu dunyoga baxt bilan qarayotgan inson Alloh taoloni o'ziga ham ya'ni muhabbat bilan qarayotgan bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo qalblarimizni jannat bog'chalaridan bog'cha qilsin. Qalblarimizni jannatni bir lazzatlaridan lazzatlantirsin. Bu hayotimizni o'shanday bir jannat gulzorlaridan bir gulzor qilsin deymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.